Sabir opa, nega ko'p qizlar to'ydan keyin semirishadi? Ko'p qizlarimizda to'ydan keyin semirish holatlari uchraydi, lekin buning asosiy sababini gormonal muvozanatdagi buzilishlar deb olib qaraydigan bo'lsak, yana bitta sababi bor. Ko'pchilik bunga ahamiyat berishmaydi. Qiz bola ota uyida, ota-onasini mehriga ko'milib, cho'milib yashaydi. Turmush qurgandan keyin yangi muhitga ko'nikishi qiyin bo'ladi yoki atrofidagi insonlardan yetarlicha mehrni ola olmaydi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, ayol kishi ovqatdan emas, mehrdan to'yadi degan gaplarni. Mana shu kelinlarimizga mehr yetishmovchiligi bo'ladi va ovqatdan mana shu mehrni olishga harakat qilishadi. Siqilganda, yig'laganda bor alamini ovqatdan oladi. Bu ham ortiqcha vaznga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham yangi tushgan kelinchaklarimizga ko'proq mehr berish kerak. Erlari tarafdan, qaynona, qaynota, qayna singil, qayna opalar tarafdan ham mehr bo'lganda mana shu kelin yangi oilaga, yangi muhitga tezroq ko'nikadi va semirib ketishi va buni oqibatidagi homiladorlikni kech yuzaga kelishi ham kamaygan bo'lardi. Chunki ko'p kelinchaklarimizda ortiqcha vazn bor va shuni oqibatidan homiladorlik kechikyapti.